Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet O'zbekistonda dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 31-maydan 2-iyungacha kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kunduzi 32-37 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi e'lon qilingan. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.